Fobiyalar juda ko'p. Ularning ichida eng keng tarqalgani kardiofobiya. Kardiofobiya haqida tushuncha berib o'tib ketaman va kardiofobiyadan chiqayotgan, tuzalayotgan insonlarning ilk belgilari. İlk belgisi shundan iboratki, insonda yurak qisqarib urishni boshlaydi. Tibbiy tilda braxikardiya deyiladi. Kam 40 tadan 50 tagacha bo'lgan vaqtda urishni boshlaydi. O'sha vaziyatda inson avval taxikardiya bo'lganman, yuragim tez urgan deb shikoyat qilgan bir paytda o'sha vaqtni eslab, o'sha holat yaxshiroq edi, endi menda past uryapti bu holat deb o'ziga tushuncha berib o'tib ketib qoladi. Avvalo ikkita holatda inson nevrozda fobiyasida qo'rqitadi. Birinchisi tepa urishi, ikkinchisi past urishi. Bu tepa past urishi, ritmi buzilib urishligi insonni vaziyatdan chiqazib berayotgan holatlardan biri hisoblanadi. Chunki har bir simptom har doim davom etmaydi.